Assalamualaikum naqmaydandagi tomoshabinlar, assalomualaikum ekran oldidagi ko'rmanlar. Riyosatchi Nijat Ali Yaqin hammalarga sevg'inish salom. Assalamualaikum naqmaydandagi aziz tomoshabin do'stlar, shunaqla televizor ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Riyosatchi qizlar Hidoyat Shamsiddindan hammalarga oliy ehtirom. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasidan Şinjan Buğra Madaniyat Taqisi şirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipli televiziya san'at programmasi Shin Güzel Ipak Yo'li sadasi. Shin radio texnikasida Sultan zavodi ishlangan go'zallik bilan Shin Güzel film buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Qadrli do'stlar, Ipak Yo'li sadasi programmasi qatnashib 1-2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlarimizning tartib buyumlari intayin katta edi. Bundan mukofot buyumlarimiz birinchi darajaga erishgan mahirni hasal makoni huzurida ishlab satova hasilini bozorga solgandan beri xalqimizning yaxshi iste'molga erishgan G'o'ja Pastel musulmon kiymak ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mukofot uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib yarmarkaski a'lo sifatli savdosi ishlab chiqarib xalqimizning yaxshi iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Yartan texnik taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü dereceli mukofot bo'lsa Uyg'ur tibobatchilikda belgilik o'z shaxsi qilgan Kinara mablag' shirkati ertal maqsadlar ta'minlangan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi dereceli mukofotimiz bo'lsa xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Shinjong Mo'tvar xalqaro ko'chak shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlangan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunaqa bizning mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorligimi intayin puxta. Növbətdə rəqabətləşdirən mahirlərimiz bolsa, Dilbar Emin Niyaz bilan Canar Tursun. Qani, mərhəmət. Savaşçımız Canar bu ikki qizga bir yaxshi bilishga chiq sabablar va uning ichida ikkinchisining qizlar ekanligi muhim sabablar. Chunki men bu savoqchimizning birsini yana bir o'g'il bilan birga kiyik salsam ovoz doirasini farqi uslubini ushmas qilib berdi. Ba'zi ziddiyatlarga chiqdi. Hozir haqqoniy bo'lmasligi mumkin. Bizga ishlaylangan bir o'rganish fursati bo'lsin-da, ishlaylangan bir ommabop fursatga naqshni berdi. Bizimizin aleyhisselam'ın yani Osmanlı'ya aleyhisselam bu çoğu dediğin anımızın жоғары öyle болсақта bizimiz aktorunda çıkmak diye istiyoruz. 时间的去哪儿了？还没好好感受。Biz bu naş etişlerinde azra kıynalık kişilerin avazı asasen başka uçmaklar bolğaçqa kıynalıklar bolğu için kişilerden teriştik, yaxşı kıynalıklar bolğu. İbranlardan bende çoğu bolğaçtan nurgulgan, aham jettin, fırak jettin, nurgulgan nəsəm idip koydu. Eğer avazı aldan urun koyulub, ihtiyat kılayım. Avazın bir yere bunda yuruk çıkış gerek, bunda süzük çıkış gerek degan mezgini ziddiyat kılıp kalmağına uğurlaştırıp kasanlar hissiyatını yapıyorlar. Hazır səhvimiz alıştırıladınız. Demələrə müğayrət falan, müğayrət falan birlikte yaşayın. Benim kardeşlerimle çıkartmayı güzel size saklayayım. Hissiyatını aldan uğurlup koyunca浪漫头白发。
像飞往一山脉，像飞航，只为那一声爸妈。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了。生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了。都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了。生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了。天都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹。Biz mana bu söyleş ilk durup shunaqa yetakchi ustozniki sizlarga beradigan bahosi va tavsiyasini anglab boqaylik. Menimki tavsiyam Dilbar singlimni qo'llab qo'ying. Mahmud efendim. Jamal, Erkin Abdullah efendim. Dilbar kız ritim jihatda azroq ketib qoldi arzi kelgan chog'da ham ovozdan to'g'riliqimi toza joyiga chiqmay qoldi. Shunga meniki tavsiyalarim Jamal. Rahmat. Yuqorida yetakchi ustozniki sizlarga bahosi va tavsiyasini anglab o'tdinglar. Balkim sizlarning bu ustozniki tavsiyasi va bahosiga nisbatan mush minutlarda deyishni xohlaydigan so'zlar bo'lishi mumkin. Janar. O'zaro o'tirgan to'rt ustozlar rahmat aytgim keladi. Qimmatli vaqtlarini qo'yib, bu ishni o'shay yaxshi baholar berganingiz uchun rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat. Dilbar siznikini anglab boqaylik. Necha oydan beri ijod tortib, meni tarbiyalagan ustozga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Xalqlik hayotlar qadam qo'yib turyapmiz. Abdullah efendim qaror chiqarishdan burun Abdullah efendimning amra yetakchisi Abdullah efendimning fikrini anglab boqaylik. Bireylerninki asas karakter uslubu Yavrupa uslubda, bireylerning uslubi milliy naqshi uslubida. Shuning uchun bu ommabop uslubdagi naqshini har ishkilarga shuni ijro qilish orqali bu biroz odillikni qo'llashgan bo'ladi. Menimcha Dilbar ikki bilak aytilgan naqshniki bir biligida shunday yaxshi izlari qildirib, bir biligida azroq qisman sayyohlikka ketib qoldi. Endi Janar boshdan oxir biroz hissiyotdan chiqqan, to'lgan hissiyotdan faqat va ohangdagi muqimlik jihatdan faqat ketkizish bo'lmadi. Endi Yevropa uslubidagi naqshini ba'zilarda tushunchimiz go'zal ovoz deymiz. Yevropaliklar uchun go'zal bu. Bizniki bu naqshni o'zimizniki xalq ohanglarga, xalq naqshlardan o'ziga ekansa bu uslub dil chiqishini atayin. Shuning uchun menimcha shu Yevropa uslub deb og'imiz bilan to'g'ri deb qarayman.
Şuna Caner'ninki asas xaslığı bu yerde, Dilber'nin xaslığı asası muqam milli ahanda, bu amubatlaşını her şekilde en zor turşarlık olan pek yaxşı icra tutadi. Menimki Abdullah Grupsi tavsiye qildiğim Caner. Rahmat, sizdan qimmat ko'p rahmat. Balkim Abdullah efendim siz bu ikki nafar mohirimizni haqiqatan qiymasangiz mumkin. Chunki bu sizning guruhingizdagi ikki sonli qizilgul. Bizning musobiq sahnasi bo'lgani bilan bu qarindoshlarimizga, xalqimizga televizorda ota bola, ona bola, qarindosh, qavm qarindoshlar xotirjam o'tirib turadigan bir ko'ngil etish programmasi. Buning natijasini tak cho'ng ish yoki oxirgi bir yakun deb o'ylashga bo'lmaydi. Qozoq qizimiz Caner asosan Yevropa milliy usulda birlashtirilgan bir usullarga o'zligidan uyg'unib mushiyaga kelgan qiz bu. Ustoz ko'rmagan, maktab o'qimagan bu to'g'riliq tirishlar qiz. Dilbar qizim bo'lsa, mening do'stimning qizi. Muqam kasb bo'yicha ilmish qilgan. 4-chi qatimliq aylanma musobaqaga biz bilan birga bormoqchi bo'lgan qizimizning ismi Şübihisiz xomashyodan ishlangan suyunchak tish oqar tish pastasi sizning choy, tamakidan sarg'aygan tishingizni oqartadi ham tish chirishning oldini oladi. Tishingiz qamisa, yaltatib qolsa, tish miliki qonsa, yallig'lansa, suyuncha unumli tish pastasini ishlating. Agar og'iz bo'shlig'i jarohati, ish ketish, og'iz purash bo'lsa, suyuncha yalqul tish pastasini ishlating. Tishingiz pok, dilingiz yo'ruq bo'lsin. Mana biz ishladik. Chinnuridan suyuncha tish pastasi. Terni kun nuridan kuyishni, sezgirlashishning oldini oladigan babona kun qalqi chin nuri. Chiqdi. Sizga Azaram soda suydan bir nesga to'g'anlarga yana bir bo'ldi mukofot chiqish faoliyati boshlandi. Nimaga qarab tursiz? Qani siz qo'lingizga Azaramning og'zini ichib mukofotni bahramon bo'ling. Voh, ma'lum chiqdi. Rayonimiz va shahardagi danglik markalar chet eldan bevosita import qilingan haqiqiy mallarni eng e'tibor bahada sotib berish uchun albatta E'tibor Tor Soda shaharsini tavsiya qilamiz. Tordan mol sotilishda E'tibor Tor Soda shaharsini tanlaymiz. Ko'p ijaydisangiz e'tiborga kiring. İsul materiallar asasında tadqiq qilingan istiqbol quvvat ichimligi o'tam istiqbol zavtida ishlandi. Suzungizni qandirib quvvat bo'ladi. O'qitilgan saqtimaldan saqlanib istiqbol markasiga diqqat qiling. Jasoratingizni texnik namoyon qilasiz. Istiqbol erlar quvvat ichimligi. Malaysiyaning Bangkok oliy savdosi rayoniga keldi. Bu faqat taqdiri emas, qo'shiqchilar aslo o'xshamas. To'xta, e'lon so'zlarga odamning bozorga olishimiz rasman deylik. So'zdan ishonsa hammadan bo'lgan. Malaysiyaning ajayini Rossiya boshqasiga zavqli o'xshamaydi. Odamga qo'shib to'g'ri. Buni faqat ishimizda bilamiz. Sizlarning sifatida. Qo'shib faqat shuni bilaman. O'rtada siyosatni chiqarsin. Malaysiya Bangkok oliy savdosi Çin Nuri Biyokan Teknikisi Sultan Zavkı işlengen güzellik benim Çin güzel birim buyumları mahirlarga ahmet dileydi. Bu programını samimi şekilde Malaysiya'da import kılan Şübidin Kali Biyyette Erkekler Kuvvet isimligi halaydı talep kıldı. Caner. Mübarek olsun Caner, mübarek olsun. Caner, keyifli sahne görüşeceğe aman bulun. Ahmetler sizler olsun. Dilber, sizin şu kadınlık tecrübe sabab orqali nurg'unlagan ko'p holatlarga erishishingiz mumkin. Endi sizdan shu vaqtki hissiyotlarni anglab asaqlandi. Men bundan afsuslanmayman. Men kichik oldin yana nurg'unlagan yo'llarga chiqim terishma. Keyin bo'ldi. Dilber Eminiyaz, Gazi Eminiyaz efendining tarbiyasida yangi natijalarni yorqin. Caner Tursunga merhaba, Dilber kızga barakallah.
Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik nemin çin güzel birim buyumları mahirlarga amet dileydi. Programımızda devlet derecelik ekologik rayon Kelpin Nahiyet Tağları'na joylashgan kıymilik terkipler kaytılmagan, sap havada pişiqlangan, süpetlik buğdayda işlengen, buğday sap suda juyulgan, ozuq elmetrik küdü ötülmegen, sap tabiiy un işlep çıkarıvatkan El Nuri unçılığı alaydı qo'lladi. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Programımız bilen her minut, her dakika kızınızı çakmıştılar. Turmuşunuzu güzelleştirdiğin, birinci avtomobil zavtı işlep çıkargan Karolla avtomobili alayda hemşeriler. Bu programını samimiy şekilde Malaysiyadan import qilingan Shubidin Xali diyette erkekler kuvvetçiligi alayda talep qildi. Undaqda hamda bu sahnada yana qaysi mayirlarimiz beygiga do'yliq tushirgandi. Ular bo'lsa-mu Shir Ali G'ani bilan Mahmudjon Mahmud qarshaymiz. Amerika musobaqa bo'lgan ikki savodishimiz Shir Ali G'ani, Mahmudjon. Mahmudjon bir az tajribali, bir az pishqon, shu ijroda yaxshi naqshlar bilan amirni uyushtirib, bizga bir az turmushi baxshi bo'lgan inimiz buni antig'ida uslub doirasida bir az kengroq. Shir Ali G'ani bizning shu guruhdagi yana tipik zamonaviy naqshlarimiz bor. Bu tipisi bizning bugungi bular ko'rgan naqsha Harizon. Bir kurishda so'yir barizon, Harizon, Harizon. Kırına yetsek sayı vaktiyle biz bütün başlıklardan koyduk. Bu jarayonda akıllardan bizge imkan zor dereceden bütün yardımcı oldu. Hem de bizim kendimizin için işte ilgi oldu. Akıllardan en arkası bizge hakiki kandaklar nakışı olur, kandaklar yolculuğu hakiki düşündürüp ilgi olmalı bu jarayonda. Bizden bugün olgan birden bir vazifemiz, yarki o inşallah, yarki özgü inşallah olmaz, birden bir olgan vazifemiz. Var küçüğümüzden nasıl yapacaklar, aşın aklına en güzel olarak oldular, kendi halkamız olsun. Ben inşallah mutluydum, yarki tallanıp gittim. Yana bu hoş. Shirali ağayla bu musobaqada tanlansak, ben alemci hoş. Özel tanlansam, yana alemci hoş. Ağaylarını Shirali'ye hem özelde soruqlar veriyor. Oyunculara gerek yok emasmi? Aşağıda akıbısı havada desteklemişler. Oldu. Sanatçı olmaz. Mahmudjon çataklı yok. Ama olmaz. Ahmet Ömer'e. Görüp aldım ferizan, ürkürüşte suyup kaldım ferizan. Anneyse ben hayalden izlerini izleyip kaldım Harizon. Sevgim benim içimde, rahmın kalsın küzdün akayışımda. Sateş muhabbeti
kalbimdeki yıldız mı sen, ay mı sen? Kalbimdeki beni sevgen kim mi sen? Hayatımda gece gündüz özümsen. Aldı bilen biz kalgan yetekçi ustazlarımızdan tavsiyelerine kulak sağan basak. Qani Mahmut efendim. Ustoz ko'rganniki mana foydasi mana shunday bo'ladi. Nayt moslashibsizlar. Mahmudjon. Aldıdan naqshalarga rahmat. Nayt voyaga yetkazib yetmadinglar. Mening tavsiyam Shirin. Munisa xonim. Mahmudjon. Bugun sizlarniki o'zinglarcha hamkorlik qilgan haq bo'lganda. Men Shiraligidan yaxshi yo'lda bo'layman. Bir daryoning suyini ichib olganmiz. Men Shiraliga jinimni bilishga rozi. Yaxshi bayonlar bo'lindi. Biz bundan intayin iqtiqorlimiz suyunimiz. Biz ham mana shunday mehr muhabbatga muhtoj. O'zini o'tida. Benim Seknem Rahim, yakın kardeşim Mahmudjon bu. Benim intayin çoğulum bütün bu dostumuz. Bu dostumuz ondan burun nurgun plastiklerden çıkarıp rahmat. Halk orunda məlim derece uğurlagan yaxşı nakışımız, tecrübelik nakışlı olsun. Rahmat. Çok hürmetim var dostum. İşik etki rahmat. Buludu, demek hem de sizlerden yukarı jürek sözlerinlağa, şu demlerdeki hissiyatlarına asaslangan çağda. Bu sahnede meyli kimle kap gelişinden qat'iy nazar sizlar razılık bildirsizlar, şunaq mı? Razı. Balki Memra yetakchi bilan birlikda maslahatlash natijasida qarorga yaqin kelib qolgan bo'lishingiz mumkin. Tunji navbatlik yana shu o'rindiq aylanish bosqichidagi bizniki qarindishimiz, meniki Amroq enam, Erkin afandininki
isil degan bir so'zi bor. Nurg'un tomoshabinlarga ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumotlar ta'sir qiladi. Bir lafzga isil. Bu ikkilan haqiqatan isil. Bundan keyingi musobaqadagi yana bir o'ylagan ko'zlagan maqsadlarimiz sabab tufayli Shirali ilmni ta'sir. Ustozlarimizdagi ko'ngilchakligini, ularning aytib mehribonligini, mas'uliyatchanligini yuqorqi bayonlardan anglab bilib olg'ili bo'ldi. Qani, bunaqda Abdulla Efendimninki bir qancha yig'iz yurak so'zni anglash bilan birlikda keskin qarorni chiqarib o'tgan bo'lsak. Men topshirgan topshiriqdan ortiqroq o'zinglarning ifodasini ko'rsataman. Rahmat. Qani, bunaqda Abdulla sahnasidagi bayonlarimiz qo'llanadi basanglar. Abdulla sahnesida biz bilan birga ma'lumot turg'an savodishimizning ismi Quddus gül yeri ve gül suyudan işlengen Çin nuri, teri güzelliğinizin asliga keltirib, onun xush hidi, nervinizin tinchlantirib, uyqunuzni yaxshilaydi. Quddus gül yerida ishlangan Çin nuri teri asrash yurishligi, güzellikka, uyquga tashna hurlatgich. G'uncha. Yosh kelinning simvoli. G'uncha. Ozuqliq va sovuqqongandilar go'zallikka jildirin. G'uncha. G'unchaning go'zalligidan hurlamiz. G'uncha va xush yurishligi. G'uncha. Büyük, hoş önümlük taş ve beden yüz sopunu sizni bir kıtımda mı büyünüş nakşınızı yetkizir. Büyük, hoş önümlük sakal malıskıda sakal eriş ve yüz yürüyüşünü bir vakıfta tamamlayacaksınız. Büyük teri canlandırışını yüzlü korkuşmuş, yeriliş, yüzlü kepek örmez, teri tartışını türküdüğün kırk önümlük nemli saklaşmaydı. Endi biznikiga aralashmaganlar. Büyük erler, büyükni işiltidi. Şübihsiz mahsulot ishlaydigan Çin nuri biyoteknikisi. Ecdatlarımız balonlarının yüz kolları yırılsa, gal meydisi hızlanırsa, soğukı işip yığılan o, sigek kopkasa, kuyruk yağını otkaka tapmayla etti. Bugünkünde toptan zahisi, yerli kritikten kaydını, önümü yukarı bakan balılar ıskış kuyrukluğu, balılar çeşmeden sokunu, balılar beden okutu, balılar süt mehemini, olmak sarkıntlarının sağlam taş çoğulu çıksındı, fakat stiliz kapıyakına aklik. Şok kırılız, şübihsiz çoğu olsun. Çin nuri'den çok şıp. Recep tunuşluk abi bu. Ne çay? Biz ezelden içkiyle kan çay, nazil karısı. İçsiniz karı çaylarının esili nazil karı çaylarını için. Bir an hava sıcak sıkına. Müzik bir nasıl teklif kan tolak kıldık. Baklık. Nemin karantılı, meşret dolapsına, meşret dolapsına, mal karantılı. Hemmimizin oyda meşrep olsun. Şinjan Mötüver Halkara Soda Çekiş Şirketi yeniden ishlab chiqargan Açın Sıfın parashugi ishonchlik bo'lib, siz o'ylab bakmagan katta mukofotlar chiqdi. Shunda sarxil mukofotlardan qasdim burunka, hamda chiqirga shunda qil chiqarish unumi ajoyib yaxshi ekan. Shunga biz Açın'da tanladik. Müştürküde Elram'ın sodası yok ketken bulsa ha? Şunun derdimde bir anasını hatırlayıp hıyal kırım bulmayken mi? Bilmem ki aka ben seni Elram gamraklık bulmayayım. Burası Elram sudası yok bu. Elram sudası tamakta tabi sındırıp ardıkın içine çıkardık. Acep yürek yakta. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik benim Çin güzeldirim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırdı başlamadı. Shirali. Mübarek olsun Shirali! Mübarek olsun! Biz Shirali'ninki keyingi bosqichda texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tilakdoshlik bildiramiz. Shunaqla uning texnik yangroq kuylarini bizga baxsh etadiganligini ishonamiz. Shirali keyingi bosqichga texnik yaxshi tayyorlik qilib omon bo'ling. Mahmudjon, bu sahnadan ayrilayotgan har bir mayirimizning ko'nglida ozdir ko'pdir parishonlik bo'lib ko'ngli yerim bo'ladi. Balkim siz mazrab. İnsan emas, albatta bo'ladi. İnsonda kichikgina bir shaxsiyat tuyg'usi bo'ldi.
kichikgina bunga bo'zikin deb solamiz, endi yurakdan deymiz yo'q, bo'zikin deb solamiz. Yolg'on so'zganing foydasi yo'q. Lekin bizni turgan yeri, bizni iqtisodlantirgan yeri shuki, sizniki qarindoshlik mehri, sizniki o'tilib berish ro'yi, shunaqla sizniki g'ayrat shijoat, u kichikgina shaxsiyatchilikni oldidan yengib ketdi. Mana hozirgacha bo'lgan shu natijalarim yetib oshdi. Bugungi bu bir naqsha mening qobiliyatimga vakolat qilolmaydi. Menda yetib oshqidek qobiliyat bor. Men bundan keyin yana ham san'at hayotimni davomlashtiraverman. Xo'sh, Mahmudjon bergan va'dangizga asosan bundan keyin san'at yo'lingizda texnika zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishingizni aytamiz. Qani, omon bo'ling. Haqiqiy bo'lsa, bir-birining o'rilishi uchun sho'ti bo'ladi. Biz Shirali G'ani va Mahmudjon Mahmudni chin do'stlar deb tushunsak bo'ladi. Shundaqla Abdulla ustozning bizningmi har ishlarni ilib tog'imiz bor. Hech yo'q. Mahmudjonga oq yo'l tilaymiz. Navbatda diqqatlar bo'ldig'ini Xalmurat Riqib bilan Anvar Riqibning keskin raqobati. Bo'lgan ikki savolchimiz Xalmurat hamda Anvar. Bu ikki savolchimizni bilib o'tdik sababi bularning yana o'zining shuqulari bor. Mashhur bu mayli 90-40 kirish yakınlarda meselelerin olsun ortak fikri başkalarından çok rahat olmuş bahsetmemiz. Nasıl bunlar ne gerçekten? Ben bu jarayonda birinchi bosqich izohlayotgan maqsadimni anglab, hissiyotni qanday berish maqsadi, qanday kontrol qilish, qanday eksiyatda o'zimniki ma'lum jihatlarda ko'rsatilmoqni istab, ustozimiz bizga mazkur jarayonda bo'lib bo'lmasa, hissiyotni qanday maqsad berishga qattiq zo'r berilganlarni, yana shu odamiy jihatda samimiyatni, mas'uliyatchanlikni maqsad mas'ul bo'lish jihatda nurg'un amliyat sarflab bizga tushunish qo'lida. Dökülüdü çolban, o bizi en çok görünce, o pek ulak görünce olur. Çok unisel bir, bizge pek muğaş kızandı değil olur. Kıbihiden dökülüdü çolban. Ümidimiz şu naksine, meyli tanımayı, çalmayı, sahnede mükemmel olarak orunda çıkmalısaklar, bizim ümidimiz. Anvar akam bunun uchunchi ishonchim bor, chunki yaxshi aytilmoqchini. Mening o'zim ishonchim bor. Anvar aka senga ishga qobiliyatimizni yaxshi joriy qilib, mayli tanlaydi, mayli tanlaydi. Menda arma yo'q, qisqasi. Anvar aka siz tanlasangiz bo'lmaydi, men tanlasam bo'lmaydi, ishimiz yurtdim. Birimiz taqvasak bo'ldi, boshqa umidim yo'q mening. G'ayrat qilaylik. Sen külgende güler gülüya Gayrısızlığının bulduya Bulduydu derya Ey gar külgende unutamam Ne bahardı Kiler hidlerim Hıyarında kıyıya haraşlarım Yılda yandan bir kuyaklı gün Ey nigar külgenli
unutolmayman. Iraklarda yandı göğhan, uzun gece kıymaydı hicran. Beyderde küldü çoban, ey nigar gülkenli unutalmayman. Sana hiçbir azar yetmesin, şehrimde çok gecelerken bu muhabbet yansın düşmesin. Ey nigar gülkenli unutalmayman. Iraklarda yandı göğhan, uzun gece kıymaydı hicran. Sürünen döküldü zulfan, ey nigar gülkenli unutalmayman. Beyderde küldü Sizler menden bekerek bizniki ustazlarımızdan tavsiyesini anlaşqa, şundaqla en ahırkı kararını anlaşqa taqaza bulatsizlar. Mahmud efendim. Agarda ikkilisinin mahoratini kamolatga yetgan deb qarasangiz yoki baholash tez bo'lsa, tavsiyalaringizni aytib o'tsangiz bo'ldi. Kamolatga yetgan ustoz ne u? Mening tavsiyalarim Anvar. Anvar. Nurdisa xonim. Men Halmurat ilmi tavsiyasi. Erkin efendim. Anvar. Bugün mushu musobaqa oyoqlashgandan keyin birolar boldiroq qaytib ketishga to'g'ri keldi. Mana shunday boldirib ketishga ideya jihatdan tayyorlik bormi? Men o'ylayman, biz Halmuratjon ikkimiz bir mushu saydan ayrılmamız bilan biz kasbiy jihatda yana mangu bir yo'lda ma'miz. Halmurat. İşimiz bu 90'dan Anarkan bilan. Anarkan o'zi ma'mur ustoz yo'liq odamchi o'zi. Naqshni anglab cho'g'an. Tayil, ishqan naqshakam. Hamda bugun bu sahnada maylama tushibdi, menda armoy yo'q dedim. Anarkan qafqasi razi. Men razi. Baxta Abzat efendim. Bizning o'sha jamiyatimizda mayli o'sha naqsh muzik san'ati kasbida bo'layli, mayli boshqa tibbiy va ijtimoiy fanlar sohasida bo'lsin, o'zimizdan ilgari bir qadam, bir bosqich oldimizda yurib, bir ozir ko'pdir natijasi orqali bizning qalbimizga ta'sir ko'rsatganlarni ustoz o'rnida hurmat qilishni, e'tirof qilishni o'rganish bu eng cho'ng bir axloq bu. Har sohamizdagi shu rahmat. Aslında itiraf qilish ve hürmet qilish asosida ondan to'g'ri bo'lgan raqobat ko'z qarashi bo'yicha undan olqib ketish, ustun turish uchun tirishchilik ko'rsatsak bu bo'ladi. Albatta, burunqilar qaraganda keyingilarniki olqib o'tishi, undan ustun bo'lib ketishi bu normal tabiiy ahvol. Shuning uchun mush ustozlik va o'zimizdan ilgari mushu sohada bizga ta'sir ko'rsatganlarni bir hurmat bilan, ustozlik nazari bilan qarash bu bir yaxshi bir axloq.
Endi Anvar oldingi navbatda aman bo'lsin degan naqshni aytdi. Aman bo'lsin gerçi ammabop naqshi uslubidagi naqshi deb qaralgan bilan biroz milliy uslubga yaqin bo'lgan shunday bir xarakterli naqsha. Endi Xalmurat izchil mening bilishimcha shu hozirgi uslubdagi naqshlarni ko'proq aytgan. Bu nuqtadan sarish tursak Anvar haqiqatan shaxsan meni bek ko'p qoyil qildi. Men bugun bunchalik unda sifatli bunchalik go'zal ijro qilishni men ancha o'ylab ketamagan. Bugun nihoyatda to'liq bilan yaxshi ijro qildi. Xalmurat bilan Anvar har ikkalasi o'xshash. Lekin mening oxirgi tavsiyam Xalmurat. Bo'ldi. Qani Abdullah Birim efendi. Anvarda bizdimi bo'lmagan ba'zi ortiqchiliklar bor. Ustoz shogird bo'lib, munosabatimizni texnik qo'yiqlashtirdik burundan tortib ondan. Hop, Xalmurat bu ig'ir darajalik naqshchimizning birisi. Buning ovozini menga bak yaraydi. Yorqin. U hissiyotni bo'sh qo'ymaydi. Biz tanlashga izinlayli. Xalmurat. Muborak bo'lsin, Xalmurat. Siz hozirgi qarorga, hozirgi tanlash cho'qim aktiv pozitsiya bilan qaror olasizsiz. Ustozim Abdullah Birimning qaroriga hurmat qilaman. Yana hurmat qilaman, menga hurmat qilaman. Abdullah ustozim yoki hali ko'rinda menga ustozim. Oxirida meni qo'llab-quvvatlab madad bergan kasbdoshlarimga, og'illarimga, ustozlarimga, oilamdagilarga ko'p rahmat beraman. Rahmat. Qani ustozlar bilan. Bu raqib familiyalik do'stlarimiz raqobatlashib qoldi. Bu haqiqatan unutulsiz minutlar bo'ldi. Sizlar aytgan kuyni xalqimiz unutmaydi. Biz bu sizlarni unuta olmaymiz. Çin Nuri Biyoper Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik benim tüm güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydim. Programımız bilen 2015 yılı yeni nüsxı bilen temtellik bazar sınırgan Ravi Top Otomobili alayda hemkarlaştı. Bu programını samimiy şekilde Malaysiya'dan import kılan şübhiden hali niyette erkekler kuvvetçiliği alayda talep kıldı. Çinli biyoteknik Sultan Zaltı'da işlenen güzellik benim için güzel girim buyumları mahirlarga ahmetlaydi. Növbette bizden bu doyul meydanımızda yani qaysı mahirlerimiz özünün nakşı avazı bilen beygiye doyulga tushirgandi. Agarda bunga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli bayonimda bo'lsin. U bo'lsa-mu Merdan Abdikim bilan Abdikim Ayqa qarshilamiz. Musobaqaga tushadigan ilk savolchimiz Abdikim Ayqa bilan Merdan Abdikim. Bu ikki savolchimizni endi qiyinlik darsin yana bir oz ko'tira kecholmayman seni bilmagan degan naqsh bo'ldi. Bu naqsh orqali bizning musobaqa so'zimizni xulosalaydi. Oldin qatimliq musobaqa etgan naqshlarga qaraganda buningda qo'yilgan kattaroq tushunrak. Bu jarayonda hamda ustozimizning hali ko'p bilimlar ega bo'ldik hamda masalan shunaqaki eng asosli hissiyot, firoq degan qandoq elish, qandoq o'rindash degan jihatlar ko'p bilimlar ega bo'ldik. Sende sabi Bu
naqsha meniki naqsha usulundan mutlaq ko'p jiroqroq edi. Shunda o'zimni yaxshi etib ketishgan ishonchimiz bor. Nurlandan ham zo'r iqtidor tilayman, o'zimni yaxshi bir natijani chiqartirishim. Musobaqada bu kuydan bizlar chuqur bo'ldi. Do'stlik ayol. Eng yaxshisi shu eng yaqin ovozlarni eshitishdan chuqur o'rindagi tankashni eshitdim.
kecholmayman seningdin vatan. Kecholmayman seningdin vatan. Kecholmayman seningdin vatan. Kecholmayman seningdin vatan. Bugün sizlarning ifodanglar qanday bo'lgandi? Mana shu savolimizga javob topishga biz yana davomli 3 nafar yetakchimizni tavsiyasini so'zlab berishni taklif qilamiz. Mushu Mardan inimga bir bilet tashlayman. Rahmat efendim. Vaqtida endi Mardan. Yine bunday bo'lsa, Erkin Abdullah efendim. Bu sahne endi mushunday sahne faqat oldik yilliklar bor. Hammadan chiqib ketamiz. Sizlarning birdan bir chiqib ketasiz. Eng oxirida biz chiqib ketamiz bu sahnedan. Shunday bo'lgan ekan, keskin bir tavsiyani bersangiz. Oxirida mening tavsiyam Mardan. Undaqda hozirgi mush ahvolda Mardonga bilet chiqarib tashlanib qoldi. Bu nima ish qildi? Hamkorlash uchun intayin yaxshi etdi. Qaysimiz talini, qaysimiz shallalni mushkiyinki do'stlik munosabatimizning o'zlik qolmasligini umid qilaman. Bu so'zlar qarag'an chog'da sizlarda allaburun qarindoshlik, do'stlik, birodarlik mehri yetilib qoldi. Bu haqiqatan bizni intayin suyundiradigan jumlalar bo'ldi. Undaq Mardon, shu topdagi hissiyotingiz qanday? 16 kişi ketdik. Herkesmi bel qo'yotmasdan o'zaro bir-birimizni yetaklashib, yana ustoz Abdulla akamninki yetakchisi ostida yana turishib ketishimizni umid qilaman. Undaqda Abdulla Abdukim efendim, siz bir hamroh yetakchi bo'lib chiqdingiz bilan kimni tavsiya qilgansiz? Mardon texi yangidan shu sohaga yuzlanayotgan mushna holatda. Ammo ilgirlash intayin zo'r. Mardon Abdukim bu mening elim qarindishim. Ammo Abdukim umuman menimki elim o'zimning qarindishim. Chunki men shunday kabolat beramanki, kasbiy axloq jihatda, kasbiy istil jihatda men haqiqatan odillik, barobarlik asosida men azaldan shu maydonda turib kelayotganman. Bugungi bu ijroda hissiyot jihatim bek çok farq bo'lmadi. Qanday qilish kerak, qanday qilish kerak. Mening tavsiyalarim Abdukim bo'lsin. Abdukim. Hoş, Abdullah Abdurim efendim. Mushu naqshni ikki o'quvchimga bo'lgan vaqtida har ikkilisidan menga nisbatan otla degan bir gap anlanib qoldi-ku. Nima desa, bular mening naqshamni dedi yaxshi ko'ramiz, hammasi ikkilisi yaxshi ko'rdi ekan. Aytib qo'ygan naqshlarni bizga, biroq mushu naqshni anglab ekan faqat. Endi aytmoqchi ekan. Endi sizlar aytib qo'ygan naqshlarni o'zinglar xohlagan naqshni aytgan bosqich o'tib ketdi. Endi cho'qim muallimlar talabi bo'yicha bo'lingan naqshni ijro qilmoq kerak deb bu ishga soatimizga nima qildik, topshirdik. Har ikkimiz tirishdik. Abdullah efendim, eng oxirgi keskin qaroringizni chiqarayotgan bo'lsangiz. Yuqori ovozda, uzildirmang. Odam keldi. Kızım görünmeydi. Ketdikmi? At yol topununing shedi, burunguli emas, yuraklarga to'lish. Sayı mushunday festival bo'lsin dadam. Çünkü dadamız mehri siz bilen bilmez kızım. Yeni gibi filmimizdeki pak yolunun kuşuydu. At yol topununing kirchiqirish unumi yuqori. Sırdık dağlarni hokiz tozalab, xushburoq qiladi. Hokizlar pakiston muqaddim. Sizning uyda pak yo'lda, ularning uyida-ku. Pak yol topun takibini aylanıp ayramam. Yine bir xushburoq joy bu. Pembedak isilken. Yani çay almıştım sizlerden. Tabii xushburoq Zarafshon qizil pambichi, Zarafshon choychiligi.
Şinjan Mötver Xalqaro Savdo Chekish şirkati yangidan ishlab chiqargan ochil to'pin parashyugi ishonchlik bo'lib, siz o'ylab bakmagan katta mukofotlar chiqadi. Shunda har xil mukofotlardan qattiq burunka hamda ochiqligi, shunda his qilish unumi ajoyib yaxshi ekan. Shunga biz ochildan tanladik. Ben kirib ishdan bir narsa chiqayapti. Elimine ortib qolmasa. Kam Elram savdosi uchun bir yaş beradi. Bir yaşma. Aka, Elram şirketi yakında bir yaş kalsa bir yaş bu kapat çıkma faaliyetini yo'l qo'ydi. Sizdan bakamsiz. To'g'ri, asıl chiqib qoldi bu. Ana aka, hozircha bular emas bir butilka olsam bir butilka mukabat chiqib. Mana aka, mana. Baqla. aka. Voy, limondan chiqilib oldi. İşidan bir yaş var desen. Rasma? İşte uyimizin apayeti. Elram soda suyu. Mana bir meydan raqobat boshlandı. Ma'rif juma, bir ko'zga juma. Bu yigitni bosh emasmi? Qahramon. Ma'qul aka. Asliga bu yer ekanda. Adlaka, asli qahramon ismligini ichib kuchimizni markazlashtiribsiz-da. Shundoq aka. Ichimlikning modisi, tan his qilar huzuri, qahramon quvvat ichimligi. Şinjan Qo'shlar yuk buyumlar chekish shirkatining xalqimiz qilgan esil sovg'isi Qo'shlar markali sopun parishki. Yaxshi choy o'zining ta'midan, xushqurqidan ma'lum. Mazul alayda qarchaylari xush ta'mi bilan ta'mimizni ram qildi. Ajdodlarimizdan tortib ichib kelgan esil ta'm, mazul alayda qarchaylarga mujassam. Atkincha qitsangiz texmi ta'mlik. Dada, qanday uni tabiiy undaymi? Bala, Süpetlik buğdayla ham eşya kılıngan, tağ suyuda yuyulgan, sap havada pişiklangan, pişiklaş jarayonida hech qanday ximiylik tarkib qo'shilmagan unni tabiiy unday emas. Organik yemeklik ishlab chiqarish o'lchami bo'yicha tosh tugman temperaturasida ozuqlik elementlari kuydirib etilmay ishlab chiqarilgan Elnur tugman uni tabiiy yemeklik bo'lish sifati bilan sog'lomligingizga turtki qo'shqisi. Tabiiy yemeklik sog'lom demaklik. Elnuri. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'lib, xalqimizga kun diyar bo'lgan Qutiyar sodasi 12 yillik shonliq musofirni besib, bugungi kunga keldi. Qutiyar xalqimizning umidini aqladi. Qutiyar 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izlanib Qutiyar sodasining sutini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Soda suyining sarkisi Qutiyardir. Xalqimizning xushtari kam bo'lmasin Qutiyari. Qutiyar sodasi. Qutiyar Çin Nuri Biyoten Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik limin Çin güzel birim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Niyeti erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlamadı. Merdan. Mübarek olsun. Merdan mübarek olsun. Biz Merdan ablikimdeki muvaffaqiyat kaldık. 4. basqışqa qadam qo'yganligini kutlaymiz. Rahmat, armag'aysiz keyingi basqışqa texnik yaxshi tayyorlik qilmoq. Eng chin Mushu vaqtida davolaychi degan gaplarimiz bilan aloqa qildik. Ustozimiz Abdulla akamga shunaqa yetakchi, o'qituvchilarga shunaqalar meni yaqindan qo'llab qo'ygan barliq qarindoshlarga oxirida chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Huzurda o'rtoqlar sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bundan keyingi san'at musobaqamizdan texmi chiroqqa so'zilgan bo'lishini umid qilamiz. Ustozlar bilan xoshallik birlikda ko'rishishmoqda. Sizlar vatandan kechalmagandek, bizni vatandan kechalmaymiz. Shunaqla har ishlardan kechalmaymiz. Hozir amal yo'q. Ammo fursat bor. Fursat yer bo'lsa, Abdukim Aysoni yana sahnimizni ko'rgaymiz. Abdullah sahnesida ilib berilayotgan keskin raqobatda alnishyotidi. Bu programımızda devlet derecelik ekologik rayon Kelpin Naya tağ bağırığı joylashgan sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan Elnuri unchilikki alohida talab qildi. Ekran oldidagi programmamizni qo'ymay ko'rib kelayotgan aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, ko'rayotganlar, Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Buğra madaniyat taqdis chekish shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipki televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak Yo'li sadasi.
Çinuri Biyotexnik Sultan Zavıtı'da işlengen güzellik ve için güzel kırım buyumdiri, mayırlağı ametlilerdi. Ondaqda nöbette bizden bu doyul meydanımızda, yani kaysı nakşilerimiz özünün yanırak avazı bilen beygige, rakabetki düşürgandı. Ula bolsa Ferhatcan Abdikerim bilen Elzat Muhammed, karşılınız. Ferhatcan Yusuf. Bu işte o'quvchimizga nasib bo'lsa bir oz o'qishmaslik bor. Bunda qarsangiz sizlarni bilasizlar balkim. Ferhatcan yosh kichik bo'lishdan uning ovoz doirasi bizning cho'ng o'quvchilarga seçilganda bir oz ovoz bo'lmoqda. Bundan keyin masalan izlab etmoqchi bo'lgan narsa Ferhatcanni bilib yetsak, buni rasmga qo'yamiz. Yoki bunga loyiq kelgan bir narsani izlab ta'kidlasak, izlab qo'yamiz. Abdullah Ustaz'ın men üçün ve benimle bir gruptaki akadelerim üçün nurgun yaxşı şarayetlerini hazırlap, benim sahnet kanda turur, maşın kanda turup eğitiş kıyametimge çizgiş verip, kanun verip, mendeki asıl özgürlükler boldu. Mani tushkundan masjid jarayonida amalda tuz turib izlarga izozlarga talab etdi. Bularni o'ziga chiqqan vaqtida doim mabashida qat'iy qoldirishlar. Buni qilsak, keyin agar uni qilsak, ovoz chiqarishni naqshga xos bo'lmasa. Buni Fikri Amroyim o'zimizningki inisi bo'lgan Farhatjon. Bu Farhatjon ikkimizdagi ovoz o'rni birga kelmaganlikdan Abdullah Ustaz ikkimizga ikki naqsh berib ayrım edilen alette. Şimdi bu Ferhatcan ilimiz aldığı basışlarda tüm halatının çoğunluğun orunu aldı. Ben bu ilimizin sol koydum. Ben benim bu tayarlıklarım küçük tuta. Bolsa şu musabakada Ferhatcan ilimizini yeni çıkışkat olup işençim var. Hazır ben sahneye çıkmakçı. Elbette sahne görüşelim bana merhamet. Ben hazır sahneye çıkmakçı. En yakış neticem ilk tutuda. Ferhatcan ilim sahneye görüşelim. Әмісі ішпіліңнің мұсабықсы başında Ferhatcan oğlum, ben diyeceğim getlerini tıkanmağım, he? İzzet bilse, kutluğunuzda bir seneye çıkarsınız. Ahmet Dilay'ın aftıdır mı? Kendi
çaresiz kalganda iş pazarda ümit var bir hikmet var diye yar azarda bu uçmaz sevdana deb yuboraman çaresiz kalganda iş pazarda umidvorlik qalbim tilki boraman bir hikmat bor deya yar azarda mayli telbadinglar mayli divona bizlar gunohkor kunni bulbulga aylab begona kimning ko'ngli to'lar kimga qanday kor İçimge doldurup hasret dağları kim Rabbar yapman dilge öldürmen köksümde küydürgen hicran çollarım dilimge aytaymi gülümge aytay yaş döp öteymi ya keçip kütay ara yolda kaldım bir canım bilen aldımda iki yol kaybırın tutay ya arki kaytaymi armanım bilen mayli telbadinglar mayli divana nahat sevgi günah bizlar gunohkor kunni bulbuliga aylab begona kimning ko'ngli to'lar kimga qanday kor mayli telbadinglar mayli divona nahat sevgi günah bizlar gunohkor kunni bulbulga aylab begona kimning ko'ngli to'lar kimga qanday kor telbadinglar balki bizning ko'rman do'stlarimizning cho'qim yodida bor Abdullah sahnasidagi raqobatimiz boshlangan dastlabki chog'larda bizningki mohirimiz Elzat Akbar chek tatqanlik sababidan Akbar bilan raqobatga tushgan shunaqmi shu qitimliq raqobatda Akbarni yengib mana hozir o'z navbati bo'yicha Farhodjon bilan baygiga raqobatga tushdi Elzat bilan Farhodjonning bugungi yaqinlik naqshlariga quloq soldik balkim do'stlarimiz mingtayin hayajonlangan bo'lishi mumkin lekin bizning yetakchi ustozlarimiz hayajonlandimi yo'q ular zodi kimning naqsini kimning mahoratini rakrak yoqtirgandi oldi bilan yana davomli tavsiyalarni anglab boqaylik bizniki kichik Farhodjon o'rmoq Farhodjon kichik cho'lponga aylanib qoldi hisobda biz to'rt elimizni o'rib o'rnimizdan qo'qqizib yig'iltirayotgan
Ferhat inimiz aviatından azraq Abdullah akımız bilan 5 minut demlişte paranlaşıp kaldım. Muşu münasebeti ben sordum. Abdullah aka ko'zoynakni o'zining qutdimi yoki qanday bo'ldi desam, men o'sha hadiya doktori bilan deyishib, yetlab apirib shundoq tekshirib qildim. Lekin shundoq bo'lsa-mu, azroq kechikib qolgan bo'lsak-mu, yana ish qilib nur ato qilishga mening qurbim qo'limdan kelishicha bir yordam qilgan bo'lsam, o'zim olamcha xush bo'lardim. Barakalloh ustozlar. Sizlarning o'quvchilaringizga bo'lgan samimiyatinglar haqiqatan bizni intayin ta'sirlantirdi. Sizlarga tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat. O bir oddiy ko'zoynak, balkim ya 1000 yuan, ya 2000 yuan, ya 3000 yuan atrofida bo'lishi mumkin. Lekin bu baho hech nimani ifodalab berolmaydi. Abdulla Abdurahim apandim mana mushu yigitga o'zining mehr muhabbatini ifodaladi. Bundan bizmi, to'yda o'tgan tomoshabinlarimizmi ekran oldidagi ko'rurmanlarimiz intayin hayajonlandi. Siz mayli talining yoki shalining mag'rurlanish yoki bo'lmasa ko'nglingiz yerim bo'lib qolish ehtimolliklari bormi sizda? Anlamay kalsam hiç yok. Ben yani özümde pişman ki bundan işlerden aldım cık var. Yaxshi. Mening tavsiyalarim kasbiy nuqtadan qaraganda Elzat inim tavsiya. Elzat, hozir bir illatga erishdingiz. Elzat kelsak, oldin ketdimmi Elzat Azatbek namasini o'qigan kitobda. Bu da Atabek namasini o'qibdi. Ammo Azatbek namasini o'qiyvergan bo'lsam, ovozini ich birdi. Menimcha ma Atabekninki maqsadki zilroq qo'mikisal zilva. Azatbek namaschilarki sening ovozingni zadai o'xshashli ich birdi. Lekin yaxshi. Endi Baratjon o'g'lim. O'zingmi deb o'tdim boya. Menda kichik, ovozim to'xtamadi. Onun üstüge fursatlar ko'p. Mana ustozim davo o'tib ketdi ko'zimga. Nima degan yaxshi fursat. Kasbiy nuqtadan aytganda men Elzatni Erkin Abdullah efendim. İpek Ulu Sadası programmasını ko'rayotgan har bir tomoshabinning ko'nglida cho'qim o'zining bir chempioni bo'ladi. Bizning bu hech qachonlardan kechkimiz yo'q. Bayatni sizlab o'tgandek bu programda bu sahnadan bir vaqtincha ayrilish, faqat oldi-keyinlik masalasi bor. Eng oxiri kelgan chog'da hammalar bu sahnadan tushib ketamiz. Shunga men bu yanılam Mahmudkan deganda kasbiy nuqtadan va yoki keyingi musobaqalarni va yoki universal safa arqasiyatni o'ylashib Elzatni tavsiya qilamiz. Ferhatjon, mush programma qatnashib qo'shildingizmi? Men shu Ipak Yo'l Sadasi programmasida qatnashib, barliq xalqimga nurg'ulg'an yaxshi ta'sir berganligimdan xursandman. Bo'ldi, Elzat. Unda siz bugun shu fursatda nimalarni demoqchi? Hozirgi hissiyotingiz qanday? Hozirgi hissiyotim men bugungi 17 nafar savodoshlarım ichida eng baxtli deb o'ylayman o'zimni. Chunki ikki qitim sahna chiqib maqsad etib o'z talantini joriy qildira oldim. Shundaqda shu Abdulla ustoz biz ko'rsatgan shu naqshlarimizni garchi yaxshi aytamagan bo'lsak-mu, yana Abdulla ustoz uchun qo'rqib bildiraman. Ferhatjon inamg'imi cho'ng qutuqlan tilayman. Ferhatjon, Elzat, sizlarning xabaringlarda bor bizning bu programmamiz faqat Abdunum rayonimizda yoki elimizga qo'yilib qolmasdan O'rta Osiyodagi nurg'ulg'an davlatlarda bizning programmamizni ko'rayotgan qizg'in ko'rmanlarimiz bor. Ular har san programmamizni har bir mohirimizni qo'ymay ko'rdi, hatto yurkiching o'rnatib oldi. Shularning qatorida siz Ipak Yo'li Sadasi programmamizda qatnashgandan keyin yana bir qatim bu programmamizni avjiga chiqargan shunaqamish programmamiz orqali cho'lponga aylandingiz. Sizmi ham bizning yoshlarimiz intayin yaxshi ko'radigan yosh bir naqshchi sharafiga erishdingiz. Unda qo'sa biz eng oxirgi bir qancha minutda oldi bilan Abdulla efendimniki, Amra yetakchisi Abdulla Abdukim efendimniki taklifini anglagach,
yana Abdullah efendimning qarori quloq solsak. Karakter inimiz bo'lsa, ishad mayli naq maydonda o'tgan tomoshabinlar bo'lsin, mayli televizor ekran oldidagi tomoshabinlar bo'lsin, bu shunday bir narsani eskartib o'tish tegishlik. Bu inimizdan taqa ovozi to'xtalgan ovoz emas. Bala ovoz. Bu hammamizga aniq bo'lib ketish kerak. Endi bu inimizniki mush yeshida, shu 3 bosqich musobaqada bir-biridan yaxshi, bir-biridan sifatli o'z yeshiga loyiqlashgan naqsh bilan bizga bir zo'q ato qilgan naqshsiga obrin barakalloh. Ammo rahmat. Ammo lekin asli qoida bo'yicha Izzat aksidan bir barobarlik asosida musobaqaga tushish ancha menimcha odillik bo'lmaydi. Chunki bu inimizda ovoz to'xtashmagan. Shunga televizor ekran oldidagi va naq maydon tomoshabinlarimizning mushu kasbiy jihatdagi bu bir nuqtaga to'g'ri muomala qilishini go'zallikqa hissiyot bilan emas, aql bilan bir narsaga hukm qilib, buni mushu Ipak yo'li sadosidagi odillik va barobar asosida elib berilayotgan mushu musobaqa natija ahvollariga ishonishini umid qilaman. Elimiz Izzatni tavsiya qilaman. Gayet yaxshi bayonlar bo'lindi. Xo'sh, shunda bo'lsa, endi biz eng oxirida Abdullah Abdurim efendimning keskin qarorini olib boqaylik. Bu yerda men ozroq bir narsani tushuntirib qo'ysam bo'lmaydi, chunki bu alayda ahvol. Birinchi, bu ikki mohirning ayrim naqsh aytib qilishning sababi. Shunda bo'ldiki, o'g'lim Farhatjon yesh kichik bo'lgandan baya ustozlar degandek, Izzat aksi qatorliq mohirlar bilan bir naqshni teki holatda aytishda sen umsiz keldi. Çünkü buna ovozi hozir qizlarning ovozi o'rniga o'xshash bo'ldi-chi. Shuning uchun bu Farhatjon kelganda e'tibor qilaylik. Bu balamizga biz hozir akıllar aytgan o'xshash naqshlarni, ommabop uslubli naqshlarning ashunda bir naqshlarni tansak bir az yana haq bo'lmay qoldi. Bu o'z yaxshi ko'rgan, o'zi eng yaxshi tanlagan naqshini tayyorlab kelsin deb bir ikki naqsh tayyorlab qilgan. Ipak yo'li sadosi qildir qilibla o'ynatadigan sahna emas. Yoki haqni kuldiribla, yoki bizdan hayajon qilibla emas. Buningda yana o'xshashlar bir ilmiylik bir so'rin. Chunki naqshning o'zi tadqiqot qilishga, taraqqiy qildirishga tegishli bir fan. İkincisi, Farhatjonning ko'z masalasiga kelsak, ya'ni Radiya ko'z kasalliklar doktorxonasi qabag'andikin nurg'un tekshirishlardan keyin bolaning kichik vaqtidan tortib ko'zoynak taqgan bo'lsa, bu holat kelib ketmaydiganligi, agar ko'zoynak taqilsa, yana bir necha yilda bu ko'zning ig'ir to'sqinga uchraydiganligini jazmlashtirib, Radiyadan o'z qo'li bilan tekshirib, bundan keyin asta bu bolaning ko'zini texmo yaxshi holatga keltirishga va'da qildi. Şunun bilan bu ko'zi ojiz bo'lsa-mu, ruhiy tetik, ruhiy dunyosi uchiq o'g'limni men davomli mushu o'zi qiziqqan naqsh kasbida qurbatimni yetishicha tarbiyalashga va'da qilaman. Shuna qolganda qani bugun 4-aylanma musobaqaga biz bilan bormoqchi bo'lgan savodishimizning ismi hozirda boshlanadi. Izzat. Muborak bo'lsin Izzat. Farhatjon o'rnatib o'rnatgan ishlarga sanasiga to'g'ri yo'l qilmay menga ko'rib ishonishni. Rahmat Izzat. Farhatjon aka. Qarang, siz eng hurmatligan ashnaqar ustoz sizga qarab turibdi. Hozir sizniki o'zingizga ishongan holda, mag'rur qiyofatda, xotirlarcha hech qisi yo'q. Men texnik kirishman deydigan so'zingizni anglashga shunchalik taqozo bo'lyapti. Men bu musobaqaga shogirdlik ketganimdan afsuslanmayman. Endi lekin Jamol qilib senda ayrilish oldidan sen yerim bo'lganda qilib turishmanda. Bundan keyingi vaqtlarimda biz o'kinmayman. Qani, Farhatjon. Unda bo'lsa, mana hozir sizniki suyimli akadalaringiz Erkin Abdullah efendim, Nurnisa Abbas Hanım, programımızda film işleyicisi Muhtar Buğra efendim, şunakla Abdullah Abdurrahim efendim, Abdullah Abdikim efendim, Mahmud Sulayman efendim, hemiz sahnemiz geçip geldi.
Yigitga program gruppasidan mana bu yerda jakalar Munavvar Naqshchi degan bahoni beramiz. Keyin mukofotlaymiz. Muratcan'da biz Müşü Yipek Yılı Sadası programımız katlaşkan en batır şunaklar, en taleylik bir mahiri desek tamamen buldu. Bizden münevver yetekçi ustazlarımız hürmetki nail boğan, bizdeki kadirlik efendimler hanımlar sahne aldığı çıkıp, sahne üstüge çıkıp Muratcan'a bizdeki yaxşı gördük aldık hissiyatını ifadeledik. Bu hakikaten intan kasırlı kırmızılar oldu. Xo'sh, naq maydondagi qizg'in tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Abdullah sahnasidagi raqobat, hamkorlik shunaqla tirishchanlikqa to'yingan, 17 dan 8 ni tanlaydigan sinov bosqichidagi keskin raqobati shuning bilan oyoqlashdi. Biz tanlangan 8 nafar mayirimizning keyingi bosqichdagi iqtidorining, talantinin texnik yuksak pallada bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Unda keyingi san programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.